pulli ko'pchilikda shunaqa fikr borki, bizda endi baribir ham mentalitetimiz bor, o'zimizni haligi shu paytgacha shakllanib qolgan odatlarimiz borda, endi fikrlashimiz bor. Ba'zi biznesmenlar faqatgina kapital sifatida pulni ko'radi, aktivlarni, shu uskunalarni ko'radi. Ikkinchi odamni vaqtini resurs sifatida kapital deb baholamaydi bu narsani. Va ma'lum bir miqdorga kelgan paytda o'zi san ko'chadan kelib qoluvding, san просто ishini boshqargansan, san uning uchun ma'lum bir miqdorda shu paytgacha olgan puling yetarli. Ko'rib turibmiz, o'rtada sheriklar o'rtasida katta nizolar yuzaga kelishni boshladi. Milliard dollarga chiqqan hatto bizneslarda ham sheriklar o'rtasidagi kelib chiqqan ziddiyatlar tufayli biznes kasodga uchragan holatlari ham. Ya'ni bu holatda sud ta'sischilar safiga kiritish majburiyatini yuklashi mumkinmi? Agar dastlabki shartnoma bo'yicha hamma ta'sischilar o'rtasida kelishilgan, korxonani o'sha ta'sischilar umumiy yig'ilishi o'rtasida protokollar qilingan bo'lsa, sud orqali bu majburiyatni yuklash mumkin. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun Gulam Sadiqov and Partners advokatlik firmamizda aholini huquqiy ongini oshirish va biznesdagi aksariyat hollarda yuzaga kelayotgan muammolarni oldini olish maqsadini ko'zlab biznesda sherikchilik degan podkast chiqarish lozim ko'rdik. Ya'ni bu podkastimiz uchun biz 15 yillik advokat sifatidagi tajribamizga tayangan holda va unda ishtirok etayotgan ishlarimiz, amaliyotimiz, advokatlik firmamizdagi barcha advokatlarimizni to'liq to'plagan amaliyotini tahlil qilib, muammolariga yechim izlab, bu borada tadqiqotlar qilib, bugun shu sizlar bilan bir baham ko'rib, ulardan bir sizlarga ham manfaatli bo'ladi degan maqsadda podkast qilishga niyat qilganmiz. Advokatlik firmamizni advokati va aynan shu biznesda sherikchilik masalasi bo'yicha mutaxassis, islom moliyasi nuqtai nazaridan ham yondashishga ilmli bo'lgan va o'sha magistratura yo'nalishida aynan sherikchilik yuzasidan himoya ilmiy ishni himoya qilgan xodimimiz, advokatlik firmamizni sherigi Ulug'bek Hayitmurodov bilan suhbat qurishni lozim ko'rdik. Bugun biznesda sherikchilik mavzusida vujudga kelayotgan muammolar ko'paygan, amaliyotimizda ham ko'p uchrayapti. Ilgari ko'proq muammo chiqqandan keyin biznesmenlar kelayotgan bo'lsa, bizaga muammolarni sheriklar o'rtasidagi sudlashadigan holatda yoki bo'lmasam qanaqadir nizolarni vaqtinchalik yechimini izlab keladigan bo'lsa, hozir biznes qurishdan oldin sheriklik qilmoqchi edik, qaysi jihatlarga e'tibor beraylik, qaysi tomonlarni ko'rib chiqamiz, qonunda qanaqa bizga shakllari bor, nima qilsak bo'ladi, hattoki o'sha islom moliyasi nuqtai nazaridan qoidalariga ko'ra qanaqa qilib sheriklikni qursak bo'ladi degan mavzudagi murojaatlar ko'plab kelyapti. Bu juda ham xursand qiladigan holat, chunki bizni asosiy maqsadimiz ham shundan iborat bo'lgandiki, biznesda xirurg sifatida reanimatsionniy stolda deymizda bunaqa holatda, chunki juda ham katta og'ir talofatlar bilan kelib, o'zaro bir 5-10 million dollar, undan ham ortiq pullarni bo'lisha olmay bir-birini ancha muncha tazyiqlarga olib kelayotgan bir holatda bugun o'shani oldini olish choralarini ko'raylik, shartnomalarni to'g'ri tuzaylik degan mazmunda murojaatlar bo'lyapti. Endi yaqinda bitta podkast ko'rgan edim. Shunda ko'proq sheriklik haqida gapirilgan va sheriklikni yuridik jihatlari emas, ya'ni islom diniga oid bo'lgan masalalari bo'yicha qora aka domla ma'ruza qilganlar. Bu yerda aytish bo'yicha ko'proq mana asosiy masala nafsga borib taqaladi deganlar. Endi hayotdan gapirganlar, nimaiki haqiqatdan ham hayotda ko'proq boshlanganimizda bo'laveradi. Ishimiz boshlanib ketaveramiz, o'rtoqmiz, og'aynimiz, qadrdonmiz, qarindoshmiz, lekin tugashda
ancha mojarolar bilan, janjallar bilan, o'sha o'rtoqligi ham, boshqasi ham buzilgan holatda yoki boshqa biron bir vaziyatda tugaydi. Buni boisi, sabablari o'rtada baxillik, nafs degan, nafsdagi o'sha qalbdagi kasalliklar ko'proq sabab qilib ko'rsatilyapti-da. Endi mana misol uchun man bu narsaga bir o'zimizni amaliyotimizdagi yechimni ko'rgandek bo'ldimki, buni endi har bir odamni biznes tadbirkorda qadriyatiga muvofiq bir-biri bilan biznes qurishyapti. Ya'ni diniy yoki bo'lmasam boshqa qadriyatlariga ko'ra biznes qurishyapti. Lekin bu yetarlimikin? Bu shartnomalarda ya'ni inkor qilishga yoki e'tibor bermaslikka va o'zaro shu qadriyati borligi yetarli emasligi ham amaliyotda ko'p kuzatilyapti. Va bu haqda ham ular ham, o'sha domla ham gapirganlar. Lekin mazmun mohiyati shunda bo'lyaptiki, mana shu nafsni tarbiyasi, o'sha ruhiy tarbiya yuzasidan haligi aytganlaridek qalb kasalliklari omil sifatida ko'proq ko'rinyapti. Hayotda ham shu narsani aksini ko'ryapmiz. Demak, buni tartibga soladigan ya'ni mexanizm sifatida faqatgina har bir o'sha sheriklar o'rtasidagi bitimni har bir jihatini nuqta virguligacha har bir holatni to'liq yoritib, to'liq kelishib olish buni yechimi deb ko'rdim. Chunki qog'ozda yozilgan narsa, ya'ni o'zaro rasmiylashtirilgan, har bir bandlari asoslantirilgan bo'lgan shartnomamiz ertaga agar nafsimiz o'zgarib qolsa ham, boshqa o'zgarib qoladigan bo'lsa ham, bu narsaga yo'l qo'yib bermaydi. Ya'ni biz o'zaro inson omilini shartnoma tuzish orqali bartaraf etish mexanizmini ko'proq amaliyotda ko'ramiz. Ya'ni yuristlarga murojaat qilishni ko'proq haligi afzalligi nimada desa, yuristlar, advokatlar ko'proq o'sha suddagi amaliyotidagi o'sha ko'rgan ishlaridan на чужом горьком опыте deydi-ku, o'zgalarni achchiq o'sha tajribasi asosida aytishadi-yu, hayot muallim, lekin juda qimmat o'rgatadi deydi-ku. Shunga o'xshagan holatda o'zlari tushmasdan turib, advokatlar bilan ishlagan paytda o'sha vaziyatga, o'sha achchiq tajribalarni o'zlarida his qilmasdan turib, buni o'zgalarni tajribasi asosida advokat vositasida buni bartaraf etish mumkin. Va endi bugun ko'proq shu mavzuga to'xtalsak degandik, chunki ko'proq hali ham bor muammolarimiz. Shuning uchun tadbirkorlarimizga mana shu sheriklikda e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy jihatlarni sizni tajribangiz, mana firmamizni tajribasi, o'zaro suhbatlashish orqali buni ko'proq uchrayotgan mavzularga doir bo'lgan muammolarni yechimlari bilan tushuntirib o'tsak. Sheriklik o'zi haligi qonun nuqtai nazaridan tushuntirib bersangiz, sheriklik nima, uni qanaqa shaklda amalga oshiriladi, uni qanday turlari bor, sizni mana ilmingiz bor, ozmi ko'pmi magistraturada o'sha sheriklik masalalari bo'yicha dissertatsiya qilgansiz, islom moliyasiga oid sheriklik masalasi demoqchiman. O'sha shu nuqtai nazardan ham bunga yondashib, ya'ni islom moliyasi bilan birgalikda uyg'unlashgan holatda ham tushuntirib bersangiz ko'proq mana shu mavzuni. Alloh aka, siz aytgandek, hozir tadbirkorlarimiz o'zaro sherikchilikka kuchli e'tibor berishni boshladi, uni huquqiy tarafdan mustahkamlab qo'yishga. Qonun nuqtai nazaridan sherikchilik nima deganda, bu ikki yoki undan ortiq shaxslar foyda olish maqsadida, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadida birlashgan holda harakat qilishlikni tushunamiz. O'zbekistonda oldinlari sheriklik faqat do'stlik, qarindosh urug'lik yoki shunaqa munosabatlar ustida qurilardi. Uni hujjat bilan qanaqadir huquqiy asoslarni yaratib qo'yib, qat'iy belgilab qo'yilgan huquq majburiyat doiralari deyarli e'tiborga olinmasdi. Ko'rib turibmiz, o'rtada sheriklar o'rtasida katta nizolar yuzaga kelishni boshladi. Milliard dollarga chiqqan, hatto bizneslarda ham sheriklar o'rtasidagi kelib chiqqan ziddiyatlar tufayli biznes kasodga uchragan holatlari ham kam emas O'zbekistonda. Buni asosiy sababi sifatida o'sha sheriklikda taraflarning huquq va majburiyatlari, ularni bajarishi kerak bo'lgan ishlari va aralashishi kerak emas bo'lgan nuqtalar qat'iy belgilanmaganligi uchun yuzaga kelgan deb hisoblaymiz.
Kimdirlar buni o'zini achchiq tajribasida his qildi, kimdirlar o'sha o'zini yonidagi yoki umumiy boshqa tadbirkorlar doirasida bu muammolarni ko'rganligi sababli hozirda sheriklikka e'tibor berish boshlandi. Bizda o'zimizda ham amaliyotimizda sheriklik shartnomalarini tuzishga bo'lgan ehtiyojlar ko'p sezilmoqda. Mijozlar ham ko'p murojaat qilgan. Sheriklikda qanaqa turlari bor O'zbekistonda deydigan bo'lsak, buni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, ikkita sherik o'rtasida olamiz doim. Misol oddiyroq chiqishi uchun. Bitta sherik pul tikishi, bitta sherik mehnat tikishi mumkin. Islom moliyasida bu muzoraba deyiladi. Xullas, o'sha sheriklik tuzilganda bu qonunchilik bo'yicha islom moliyasi bilan qanaqadir uyg'unligi kelib chiqishi bizni tadbirkorlarimiz, umuman xalqimizda, aholini orasida mumkin emas. Islom moliyasi O'zbekistonda taqiqlangan degan tushuncha ham bor. Yo'q, unaqa emas. Islom moliyasining shartlari har bir tadbirkor, har bir fuqaro shaxs o'zini sheriklikka qo'yadigan talablarini, prinsiplari, qadriyatlarini agar u bizning qonunlarga zid bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri bemalol shartnomada qat'iy belgilab qo'yishi mumkin va bu shartnoma sheriklik shartnomasi qonuniy kuchga ega bo'ladi. Sheriklik turlari o'sha muzoraba yoki musharaka nimasida ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu muzoraba ko'rinishida bir sherik faqat mehnat bilan sarmoya kiritadi, ikkinchi sherik pul ko'rinishida sarmoya kiritadi. Bunda bir sherikni asosiy vazifalari faqat faoliyat moddiy tarafdan qo'llab-quvvatlash, uni moliyalashtirish. Ikkinchi sherikni vazifasi uni butun jarayonni tashkil qilish, uni ichidagi qora mehnatini qilish bo'ladi. Musharaka shaklidagi sherikchilik turi bu ikkita sherik ham faqat moliyaviy tarafdan pul kiritgan holda sherikchilik qilishga kelishishadi. Mehnat qiladigan, ishini qiladigan odamni alohida ishchi sifatida yo'llanadi. Bizning holatda bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Qonunchilik nuqtai nazaridan bunda MChJ sifatida oladigan bo'lsak, ikkita ta'sischi pul kiritgan, ulush kiritgan, biznes tashkil qilgan, butun jarayonni tashkil etish uchun uni mehnatini, uni biznes yurishi uchun qilinishi kerak bo'lgan har qanaqa harakatlarni, pul bilan bog'liq bo'lmagan barcha harakatlarni direktor amalga oshiradi, ya'ni korxona rahbari. Bu bizning holatda musharaka shartnomasiga to'g'ri keladi. Ya'ni aytmoqchimanki, islom moliyasi bizda baribir aholining 90% dan oshiq qismi islom diniga e'tiqod qilganligi sababli ko'pchilik xohlaydi. Uni sherikligi, uni faoliyati, barcha butun hayoti islomiy qadriyatlarga to'g'ri kelishligini, harom pul topishdan qo'rqish masalasida o'sha islomiy qadriyatlar asosida sheriklik qilishdi, islomiy qadriyatlar asosida faoliyat yuritishni xohlaganligi sababli xohlashadi, lekin bu narsada qonunda bu narsaga ruxsat bormi degan qo'rquv bor ko'pchilikda. O'zimizga kelganlarda ham qanaqa bu narsani belgilab qo'yishimiz mumkin, bizda bunaqa narsalar yo'q-ku, bizda unaqa qonunlar amal qilmaydi-ku degan savollarga yo'q, biz qilib bera olamiz bu narsani. Nafaqat biz, har qanaqa yurist qilib berishi mumkin, agar to'g'ri implementatsiya qila olsa, to'liq uni qadriyatlari, har bir sherikni o'zini xohishi, qadriyati, uni prinsiplari, har bir sherikni o'zini chegaralari, aralashilmaydigan faoliyat turlari, qaysi holatlarda sherikchilikdan chiqishi, qaysi holatlar, qanaqa talablarga javob beradigan shaxslar sherikchilikka yana yangi kirishi mumkinligi, hammasini bitta shartnoma orqali, sheriklik shartnomasi orqali va korxonani ta'sis hujjatlari orqali belgilab qo'yadigan bo'lsa, bu hujjatlar aynan o'sha doiradagi shaxslar uchun, ya'ni korxona, uni rahbari, uni ta'sischilari, umuman o'sha faoliyat doirasida harakatda bo'lgan barcha shaxslar uchun qonun darajasida amal qiladigan hujjat hisoblanadi. Mana muzoraba shaklidagi biznesni, sheriklikni amaliyotda ko'rganmizda. Misol uchun muzoraba deb yozilmagan, lekin mana hozir siz aytgandek mehnati bilan tikkan. Ya'ni unda salohiyati bor. Ma'lum bir, misol uchun qandolat biznesini oldin yuritgan, CEO lavozimida, top menejer bo'lgan, uni o'sha salohiyatiga ko'ra unga foiz berib, misol uchun narigi sherik, misol uchun uskunalarni olib bergan, hamma kapitalni bu tikkan. Deylikki, misol uchun mana shunaqa holatlar ham bor. Endi bunaqa holatlarda haligi pulli ko'pchilikda shunaqa fikr borki, bizda endi baribir ham mentalitetimiz bor, o'zimizni haligi shu paytgacha shakllanib qolgan odatlarimiz borda, endi fikrlashimiz bor. Ba'zi biznesmenlar faqatgina kapital sifatida pulni ko'radi, aktivlarni, shu uskunalarni ko'radi. Ikkinchi odamning vaqtini resurs sifatida kapital deb baholamaydi bu narsani. Va
ma'lum bir miqdorga kelgan paytda o'zi san ko'chadan kelib qoluvding, san просто ishini boshqargansan, san uning uchun ma'lum bir miqdorda shu paytgacha olgan puling yetarli. Bozorda kapitalizatsiya qiymati misol uchun biznes oshgandan keyin u qiymat katta summaga ko'tariladi, ya'ni 5-10 million dollarlik deylik misol uchun, va uni bo'lgisi kelmay qoladi hali kapital tikkan odam. Chunki man qo'lga ushlaydigan narsa ko'rinadi bizda. Faqat endi savdogarlardan ham misol uchun ko'pchiligi savdo sotiq bilan ishlagan, ya'niki o'sha ko'proq tijorat bilan bog'liq bo'lgandan keyin, narsa olib sotishga o'rgangandan keyin balki psixologiya shunaqa shakllansa kerakki, faqatgina shuni qadrlashim mumkinman. Xizmat bizada o'zi unaqa xizmat ko'rsatishda qo'liga ushlab olmagandan keyin uni bahosi sal, qiymati sal unaqa yaxshi baholanmaydi. O'sha tomondan munosabat bildiriladi. Bildirilgan holatlar bo'ldi. Juda ham og'ir oqibatli biznesdagi talashuvlar bo'lgan. Haligi ko'cha bor paytda ko'cha bilan zakaz qilishgan bir-birini, misol uchun odam o'zi qaytavermagandan keyin, lekin u aqllilik qilib o'zini ustav fondiga ulushini belgilab qo'ygan. Xullas kalom, mana mudoraba bitimi dedingiz, shunaqa holatlar uchun mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunda belgilangan mexanizmlar bormi? Misol uchun mana siz aytyapsizki, mudorabani misol uchun O'zbekiston qonunchiligi bilan tartibga soladigan holatga keltirish mumkin, ya'ni qoidalarni unga qo'llash mumkin. Va bu narsa nimada? Misol uchun biz yozib berishimiz ham mumkin. Islom moliyasi bo'yicha mutaxassislar bor, ular ham yozib berishi mumkin shartnomani. Agar lekin shartnomani shartlari ertaga nizo kelib chiqqan paytda sudda bizada qonunchilik bo'yicha o'tmasa agar bunaqa tartib qoida, unda buni ahamiyati ham katta bo'lmaydi. Faqatgina o'zaro yozib qo'yganimiz, ertaga misol uchun qozini oldiga bordik deyishadi, boshqa deyishadi, lekin uni amalda ertaga uni hukmini agar vijdoni bilan qabul qilib o'sha narsaga bajarsa ishladi. Agar bo'lmasachi, nafsi ustida talashayotgan odamlar bu narsani ustida amal qilishi juda ham katta ehtimol bilan bo'lavermaydi. Endi bo'ladi amaliyotda, lekin bo'lmagan holatda u sudda o'tadimi? Mudoraba degan bitimimizda misol uchun u shaklida, ya'ni nomini mudoraba deb qo'ymagan taqdirimizda ham shu hozir siz aytayotgan bitta odam kapital sifatida pul bilan kiritilgan, ikkinchi odam vaqt sifatida vaqti bilan kirgan, ya'ni umri va salohiyati bilan, mehnati bilan kirgan holatda buni shaklan qonunchilikka muvofiq rasmiylashtirsak, ertaga sudda bu narsani biz himoya qila olamizmi? Ya'ni mehnat bilan o'sha kirgan odamni hissasini uni shunaqa deb shakllantirishimiz mumkinmi ustav fondida va anaqasini, yoki uni bir nimalarni o'zi ustav fondiga kiritishi mumkin? U mehnatim bilan kiraman degan shaklda kira oladimi, yoki ustav fondidan ikkalasi bir-biri bilan haligi kelishib olib bo'lishib to'laydimi? Uni mana shunaqa tomonlari haqida gapirib bering, ya'ni mudorabani O'zbekiston qonunchiligi bilan tartibga solinishi to'g'risida. Qonunchilikka ko'ra ustav fondiga mehnat bilan kirish degan tushuncha yo'q. Chunki uni baholashda iloji yo'q. Qiymati hamma o'zini mehnatiga o'zi baho qo'yadi. Bunda birinchi o'rinda taraflar kelishuvni to'g'ri qilish kerak. Faoliyatni boshlash davomida kelishuvni to'g'ri amalga oshirish kerak va uni to'g'ri rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Bu odam agar olaylik, biznes uchun bitta odamning mehnati zarur, kuchli mutaxassis. Bu odamning mehnatisiz, buni ilimisiz bu biznes yurmaydi. Pul tikadigan, sarmoya tikadigan sherik buni biladi. Keling, sheriklik qilamiz. Sizdan mehnat, mana sarmoya degan joyda nima bo'ladi? Bu holatda ikki xil yo'li bor. O'zi taraflarning maqsadi nima? Birinchi o'sha joyda aniqlab olish kerak. Taraflarning maqsadi umumiy mana shu biznesni yo'lga qo'yib, bu odamning mehnati, narigi odamning puli bilan biznesni qo'yib oxirigacha sheriklik sifatida ketishmi, yoki qanchadir vaqt davomida bu odamning mehnati bilan biznesni ko'tarib, uni oladigan o'sha qanchadir davr muddatda oladigan pulini yetarli deb hisoblab, keyinchalik u biznesdan chiqib ketishligimi? Mana shu ikkita holatda qaysi biri bizni asosiy maqsadimiz ekanligini aniqlab oladigan bo'lsak, o'shanga qarab hujjatlarni rasmiylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar biznesda biz oxirigacha ketamiz, chunki birga ko'tardik, birga bu biznesda yaratdik degan holatda mehnat bilan kiradigan odamni ustav fondiga ulushga kiritish mumkin, nominal qiymat bilan qanchadir miqdorda. Uni tovar moddiy boyliklari yoki pul ko'rinishida shakllantirish mumkin. Uni o'sha korxonaning o'zini balansidagi mol-mulk bilan. Yoki agar o'sha mehnat bilan kiradigan odamni qanaqadir ixtirosi, uni patentlari, foydali modellari
umuman intellektual mulk mahsuli bo'ladigan bo'lsa, uni baholatgan holda o'shani olib kirish mumkin. Deylik, bitta biznes yurish uchun o'sha mehnat bilan kiradigan odam qanaqadir ixtiro qilgan. Unda ixtiro deganda faqat bir uskuna emas yoki mana bunaqa planshet emas, nimanidir retsepti deylik. Retsept deganda ham o'sha tayyorlanish. biznes model desak bo'ladimi shuni? Biznes model. Balki biron bir biznes model yaratdida o'sha biznesni rivojlantirish uchun. Endi biznes modelni bizda ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Biznes model bizda o'sha ixtirolar, foydali modellar o'tkaziladi. Misol, bir mahsulotni ishlab chiqarish usuli deylik, O'zbekistonda o'sha odam tomonidan ro'yxatga olingan, uni intellektual mulk huquqi hisoblanadi u narsa. O'sha bilan kirish mumkin. Buni mustaqil baholash tashkilotlari baholaydi qiymatini va o'sha qiymat doirasida o'sma fondiga kiritish mumkin bo'ladi. Agar unaqa ushbu nima mehnat bilan kiradigan sherikda unaqa mahsulot, intellektual mulk mahsuloti yo'q bo'ladigan bo'lsa, u faqat mehnati ilmi bilan kiradigan bo'lsa, buni qanaqadir rasmiylashtirish mumkin. O'sha kelishuvga ko'ra nominal qiymatda qanchadir 10%, 20% o'sta fondiga kiritish mumkin, agar qachonki maqsad oxirigacha birga ketish bo'lsa. Agar yo'q, bu biznesni birga o'sha ilming bilan birga ko'tarib olamiz, qanchadir darajaga yetganimizdan keyin chiqib ketishing kerak bo'ladi degan kelishuv bo'lsa va bunga ikki taraf ham rozi bo'ladigan bo'lsa, bunda investitsiya shartnomasi qilgan holda uni investor sifatida ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu to'g'riroq. Bu to'g'riroq bo'ladi. Investitsiya shartnomasiga ko'ra u investor sifatida kiradi, faoliyatga qanchadir miqdorda investitsiya kiritgan bo'ladi, u mehnat qiladi, shartnomada hammasi yoziladi, uni qiladigan ishlari, erishish kerak bo'lgan natija hammasi yozilganda, u investitsiya shartnomasida islom moliyasiga zid kelib qolmasligi uchun unga qanaqadir qat'iy belgilangan summa berishimiz mumkin emas, chunki u sherik, u ham foydaga ham zararga sherik bo'lishi kerak. O'sha joylarni aniq yozib ketgan holda, chunki agar ta'sischi sifatida o'sta fondiga kiradigan bo'lsa, u o'zi xohlaymizmi, xohlamaymizmi ham zararga ham foydaga sherik bo'ladi. Lekin investitsiya shartnomasida unga qat'iy summa belgilab qo'yishimiz mumkin. Bu islom moliyasiga zid hisoblanadi. O'shani hisobiga uni ham zararga ham foydaga sherik qilgan holda investitsiya shartnomasi qilib, ma'lum bir muddatni belgilab, ma'lum bir darajaga chiqqan kunimizda sherikchiligimiz tugaydi, sani investorligimiz tugaydi degan joyga yetib keladigan bo'lsak, bemalol sud agar kelishuv orqali shartnoma tugatiladi. Agar investor chiqib ketishni xohlamasa, buni bemalol sud tartibiga chiqarib yuborish mumkin bo'ladi. Sherik sifatida o'sta fondiga kirib, ta'sischilar qatorida bo'ladigan bo'lsa, uni osonlikcha o'sta fondidan chiqarib iloji yo'q. Qachonki u o'zini harakatlari bilan ataylab qasddan o'sha biznesni orqaga tortsa va bu isbotlansa, buni dalillari bo'ladigan bo'lsagina sud ko'rib chiqishi mumkin. Unda ham ko'rib chiqqanda aniq chiqarib yuboradi degan kafolat yo'q. Mana shu holat yuzaga kelmasligi uchun sheriklar avval o'zi faoliyat boshlanishidan oldin maqsad nima ekanligi va qaysi joygacha, qaysi nuqtagacha birga borish kerak ekanligini aniq belgilab olish kerak bo'ladi. Mana hozir meni bir narsa esimga tushdi-da, yaqinda biza Smartlex degan huquqiy platformamizga, ya'ni bu IT produktga bitta xodimni g'arbda shunaqa amaliyot bor. Cliff va vesting degani bor. Cliff и vesting, ikkita shakl bor. Cliff tizimida o'sha biznesga sherikchilikda ma'lum bir foizni berish masalasidan oldindan kelishuv qilinadi-da, o'sha 1 yillik qisqaroq muddatda bunga o'sha daromaddan, ya'ni toza sof foydadan beradigan pulimiz bo'ladi, ya'ni чистый aktivdan turib, как dividendga o'xshagan narsa beriladigan holat yuzaga keladi Cliffda. Vestingda u umumiy uzoq muddatli uni aksioner, shareholder sifatida, ya'ni ta'sischi sifatida, ulushdor sifatida biznesga qo'shish mumkin. Va biz o'sha kontraktimizda juda ham mukammal kontrakt qildik. O'zimiz, ya'ni shaxsan o'zim tuzdim bu shartnomani. Bunda Cliffni ham ko'rsatdim, vestingni ham ko'rsatdim. Cliff muddati qancha, vestingniki muddati qancha. Ya'ni oxirida vesting muddatiga kirgandan keyin, ya'ni u xodim, u o'zini xizmati bilan kiryapti va u xodim sifatida mana 1 yil, 2 yildan keyin u haligi bizada ta'sischilar safiga kirish huquqi bor. U huquqqa erishish uchun uni opsionniy programmasi bu, dasturi bo'ladi, ya'ni opsiya. Ya'niki u nimalarni bajarish kerak, qaysi KPIlarni bajarib chiqish kerak u. Misol uchun shu korxonada hozir endi kadrda masala muammo ko'p-ku, misol uchun biznes bo'yicha hozir mana o'zimiz sohada ham muammolar ko'p. Kadrni shunaqa qilib biznesda ushlab qolish, ya'ni top menejerlarni ushlab qolish, ularni boshqa kompaniya ochmaslik, o'zini
xuddi shunga o'xshagan konkurent bo'lib ketmasligini oldini olish uchun, ya'niki biznesimizga rivojlanishga hissa qo'shsin va uni o'zini biznes sifatida qarasin. Kelajakda uzoq yillar muddat davomida u o'zini как biznes sifatida bu narsaga yondashishi uchun biz shunaqa tizim qildikda, ularga shartnoma berdik va u shartnoma juda ham qiziqtirdi haligi xodimni, chunki u haligi CEO уровеньdagi xodim edi, ya'ni korxonani boshqaruvchi va o'sha marketing yurg'izuvchi, boshqa amaldagi haligi nimalarni, vazifalarni ham unga topshirilganligi boisidan korxonani rivojlantirish uchun manfaatdor bo'lishligi ta'minlash maqsadida qilindi. Endi bunaqa kontraktni, ya'ni bunaqa shartnomalarni tuzilishida ertaga misol uchun 2 yildan keyin, 3 yildan keyin sherik bo'lishi mumkin u. Va bu sheriklikda biz O'zbekiston qonunchiligimiz bo'yicha, demak siz aytayotgan holatda biza ya'ni 10% misol uchun deylik beramiz 3 yilda mana shu ko'rsatkichlarga erishganingizda deb, ya'ni uni mehnatiga haq to'layapmiz, mehnatiga. Agar ko'rsatkichlarga erishilsa, demak unga qo'shimcha yana pul beramiz. Bu 10%lik haligi mehnati evaziga beriladiganni tashkilotlar o'zini ulushidan voz kechish usulida beradi unga. Ya'ni u pul kiritmaydi yoki bo'lmasam boshidan uni 10% ga kiritib qo'ymaymiz. Ya'ni bizda xatolar ko'p bo'lyapti-da shunaqa. Masalan, misol uchun haligi 50% ga 50% qilib berib qo'yyapmiz oldindan. Hali hech qanaqa ish qilgani yo'q, misol uchun. Hali hech qanaqa hissa ham qo'shgani yo'q, pul ham kiritgani yo'q, misol uchun biznesga. Sirazi misol uchun 50 ga 50 qilib berib qo'yapmiz. Uni nima hissasi bor hali? U qanaqa, nima uchun beryapmiz uni? U ma'lum bir vazifani bajarish uchun beryapmiz unga. Nimaga unaqada 50% berish kerak deb biznes ustoz Alisher Isayev aytuvdilar shu paytda. Men maslahat qilganimizda ham, misol uchun nimaga beryapsiz degan masalada, misol uchun mana shunaqa vazifa. Shu vazifani siz o'sha показательlar, mana bu ko'rsatkich bajarilganda bering, mana shu 10%ni, undan keyin yana 10% qo'shing, undan keyin yana 10% qo'shing, keyin 50 ga chiqarsangiz to'g'ri bo'lmasmidi degan misol uchun fikr bildirilgandi. Mana shu narsalarni biznesda bizda haligi MChJ to'g'risidagi qonunga ko'ra, demak, ulushdan voz kechish orqali bir sherik ikkinchi sherigiga muayyan muddat 10%, 10%, 10% qilib bo'lib berish orqali ya'ni amalga oshirsak bo'ladi va bu muzorabani ham shartiga to'g'ri mos keladi. Muzoraba shartnomalarida O'zbekiston qonunchiligida hozirgi aytib o'tgan muzoraba shartnomasida kimdir mehnati bilan, kimdir kapital bilan kirayotgan holatda mulkiy javobgarlik masalasi, ya'ni zarar kelib chiqqan holatdagi mulkiy javobgarlikni muzorabada misol uchun faqat kapital egasigina zararga javobgar, mehnat qiluvchi odam javobgar emas degan qoida bor. O'sha qoidadan kelib chiqqan holatda bu qoidani biz qanaqa qonunchilikda tatbiq qilishimiz mumkin va uni biza qonunchiligimizga bir moslashtirganimizda qanday haligi bir mexanizm sifatida nimani tavsiya qilishimiz mumkin bu holatga? Xo'p, hozir siz aytib o'tgan holatni bir boshidan boshlasak, bugun mehnati bilan qanaqadir vazifani bajarishi kerak va keyinchalik tashkilot safiga kirishi kerak bo'lgan xodimda, ya'ni sherik deb olamiz yoki xodim deb olamiz, o'sha shaxsda buni holatida huquqiy hujjatlarimiz qanaqa rasmiylashtiriladi? Top menejer deylik. Top menejerlarga ko'proq bunaqa tatbiq qilinganligidan top menejer deylik. Top menejer sheriklikka kirishi kerak, lekin bugun keldi u. Va'dalar berildi, kelishuvlar qilindi. Birinchi o'rinda u bilan mehnat shartnomasi tuzish kerak. Mehnat shartnomasi tuziladi va mehnat shartnomasi bilan bir nav vaqtni o'zida dastlabki shartnoma degan tushunchamiz bor fuqarolik qonunchiligida O'zbekistonda. Bu ikki taraf o'rtasida qachondir kelgusida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soluvchi holat va dastlabki shartnoma asosiy shartnomani imzolash majburiyatini yuklaydi taraflar. Opsionniy сделка deydi. Xullas, mehnat shartnomasi va dastlabki shartnoma tuzib qo'yiladi. Dastlabki shartnoma u qanaqadir majburiyatlar yuklaydi, lekin bu asosiy shartnoma hisoblanmaydi. Ya'ni biz mehnat shartnomasi bo'yicha uni ishga olamiz, xodim bo'ladi bizda. Uni to'liq vazifalari hammasi mehnat shartnomasida yoziladi. Va dastlabki shartnomada shunaqa kelishuv qilamizki, mehnat shartnomasi to'liq bajarilganda va 10 xil, 20 xil, xohlasak 100 xil holat, natija, holat va vazifalar bajarilishini shartini qo'yishimiz mumkin. O'sha shartlar bajarilgandan keyingina dastlabki shartnomada yana yoziladi. Falon shartlar asosida ta'sischilikka kirish, ustavdagi ulushni oldi-sotdi qilish bo'yicha shartnoma imzolanadi va ta'sischilar safiga kirasan degan ma'noda shartnoma imzolab qo'yishimiz mumkin.
shu kundan boshlab u mehnat shartnomasi asosida xodim hisoblanadi va o'zini vazifalarini bajarishni boshlaydi. Vazifasini bajarishda nafaqat mehnat shartnomasi, o'sha o'rtamizda tuzilgan dastlabki shartnomaga ham amal qilgan holda o'ziga qo'yilgan majburiyatlar va ta'sischilar safiga kirish uchun qilish kerak bo'lgan ishlarni bajarishni boshlagandan keyin ma'lum muddat o'tadi. O'sha shartnomadagi muddatlar, shartnomadagi ko'rsatilgan natijalarga erishgandan keyin u dastlabki shartnoma bo'yicha o'ziga yuklatilgan barcha majburiyatlarni, vazifalarni 100% bajargandan keyin ikkinchi taraf, ya'ni amaldagi ta'sischilar, korxona ta'sischilari majbur bo'lishadi u bilan ustav fondidagi ulushini oldi-sotdi qilish yoki hadya qilish bo'yicha shartnoma imzolashga. Ya'ni u kirishi uchun kafolati bor. O'ylashi mumkin, hozir bizni eshitib ko'rib turganlar ham o'ylashi mumkin, ho'p, men shunaqa kelishuv bilan kirdim, mehnat shartnomasi qildi, ishlab boshladim. Ular aytgan hamma vazifa bajarilgandan keyin kim kafolat beradi ta'sischilar safiga kirishimga degan joyda mana shunaqa dastlabki shartnoma qilib qo'ygan holda, u taraflar tomonidan tasdiqlangan holda bu ta'sischilarga, sheriklarga majburiyat yuklaydi. Agar sheriklar, ta'sischilar bu majburiyatni bajarmasa, bemalol sud tartibida, sud orqali fondiga kirish mumkin bo'ladi. Ya'ni uni mehnati uchun bu kafolat hisoblanadi. Ya'ni bu holatda sud ta'sischilar safiga kiritish majburiyatini yuklashi mumkinmi? Agar dastlabki shartnoma bo'yicha hamma ta'sischilar o'rtasida kelishilgan, korxonada o'sha ta'sischilar umumiy yig'ilishi o'rtasida protokollar qilingan bo'lsa, sud orqali bu majburiyatni yuklash mumkin. Hop. Buni endi metrikalarini, haligi aytgan o'lchovlarini qaysi qiymatda bajardi uni, o'sha shartlar to'liq bajarildimi yoki yo'qmi degan masalalarni aniq qilib shartnomada belgilab ketishimiz kerak bo'ladi. Shartnomada belgilash kerak va yanayam o'rtada qanaqadir g'ashlik yoki shubha gumon qolmasligi uchun deylik 10 ta vazifa qo'yilgan. Har bitta vazifa topshirilganda yoki har bitta natijaga erishilganda taraflar o'rtasida buni qanaqadir rasmiylashtirib borishimiz kerak. Bizda bilamiz, ta'bir yetkazib berganimiz yoki xizmat ko'rsatganimizda shot fakturalarimiz yoki topshirish qabul qilish dalolatnomalarimiz tuziladi. Xuddi o'shanga o'xshagan qanaqadir bir hujjat taraflar o'rtasida kuchga ega bo'ladigan bitta hujjat qilgan holda uni har bitta erishgan natijasini rasmiylashtirib borishimiz ham mumkin. Bu ham unga nisbatan yana qanaqadir bir kafolatlarni ta'minlaydi. Endi men hozir sizga javobgarlik bo'yicha ham savol berdim. O'sha javobgarlikka oid bo'lgan qismini qanaqa qilib belgilasak bo'ladi? Chunki mana bizda ham mana bor. Mana mehnat shartnomasi, ya'ni deylik CEO bilan shartnomamiz bor, ya'ni direktor bilan rahbar yoki top menejer, qaysidir direktor по коммерции, anaqa tijorat direktori deymiz yoki boshqa direktor deylik, misol uchun sotuv bo'yicha haligi boshliq. Bular bilan shartnoma qilgan paytimizda, misol uchun haligi mudoraba shaklidagi kelishuv bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam oddiy o'zimizni holatimizda mana O'zbekistondagi qonunchilikka muvofiq haligi ishlaydigan bo'lsak, ular bilan shartnomamizda uni aybi bilan korxonaga zarar yetadigan holat yoki bo'lmasam rahbar o'sha tor mutaxassisi shunga shunaqa imkoniyat beryapti, kapital bilan ta'minlayapti, ya'ni biznes egasi u to'liq o'zini salohiyatini unga tikish kerak vaqti, lekin uni to'liq bajarmadi deylik, misol uchun, yoki bo'lmasam e'tiborsiz bo'ldi, loqayd bo'ldi yoki bo'lmasam boshqa bir anaqada, va uni oqibatida tikilgan kapital yo'q bo'ldi. Xullas, u kapitalga umuman haligi sarmoya hech qanaqangi natija, samara bermadi. Biz buni shartnomada aniq-tiniq belgilab ketsak, loqaydligi nimadan iborat o'zi loqaydligi, qanaqa holatlarda, ya'ni bu holatlar ham biz o'ylab topa olmaymiz o'tirgan holatimizda, yoki bo'lmasam ikkita biznesmen hozir buni tasavvur qilish qiyin-da, buni mana bunaqa bo'lib qolsa qanaqa deb hamma holatni oldindan ko'zlab ko'ra olmaydi-ku. Men shuning uchun ham boya aytib o'tdim, korporativ yurist advokatlarning ahamiyati nimadaki, u suddagi ishlardan ko'raverib bunaqa amaliyotlarni haligi o'zgani bir achchiq qanaqasi tajribasini ko'ravergandan keyin pishib o'sha narsalar shartnomada yozib ketadi. Uni yozib ketgandan keyin manaqa holat bo'lsa, agar bunaqa oqibat kelib chiqadi degan mavzudagi narsalarni to'liqroq batafsil yozib beradi. Va buni aybini isbotlovchi holatlar, ya'niki o'sha CEO top menejeri shartnomadagi isbotlovchi holatlarni shartnomada to'liq aks etganligi
aynan uni aybi bilan bo'lgan zararga uni javobgar qilishi mumkinmi bizani qonunchiligimizda? Ya'niki biza mudorabadagi o'sha javobgarlikni taqsimotini o'zimizni qonunimizda mana shunaqa implementatsiya qilish, ya'niki talqin qilishimiz mumkinmi? Bu o'ziga moslashtirishimiz mumkinmi biza? Xo'p, bu narsani qonun bo'yicha tartibga solishimiz mumkin. Boya aytib o'tdik, bizga keladigan odam birinchi o'rinda mehnat shartnomasi doirasida harakat qiladi. U bizda xodimimiz sifatida rasmiylashtirilgan bo'ladi va uni mehnat shartnomasida, lavozim yo'riqnomasida barcha majburiyatlarini va javobgarlik chegaralarini belgilab berishimiz mumkin. Endi buni ko'proq yuristlar va biznes analitiklar bilan birga qilgan ma'qulroq har bir tadbirkorga yoki har bir, chunki ular siz aytib o'tgandek ko'radi, biladi, amaliyotda, hayotda qanaqa muammolar yuzaga kelganligini ko'proq, yaxshiroq ko'ra biladi. Uni mehnat shartnomasida va lavozim yo'riqnomasida to'g'ridan to'g'ri biz uni majburiyatlarini va javobgarlik qismini ko'rsatib ketishimiz mumkin va agar biznesdagi zarar, uni kasodga uchrashligi aynan o'sha xodimni aybi bilan, uni loqaydligi bilan, uni o'z vazifalarini vaqtida bajarmaganligi bilan yuzaga kelganligini isbotlab bera olsak, buni isbotlovchi faktlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol undan yetkazilgan zararni yoki yetkazilgan zararni undirish yoki qanaqadir javobgarlikka tortishimiz mumkin bo'ladi. Zo'r. To'liq ifodalangan holda bizni sud tizimimizda ham bu narsani biz misol uchun oxirigacha yetkazishimiz mumkin. Bo'lmasam bu zo'r. Endi biz umumiy ma'noda musharakaga yoki bo'lmasam ikkita tomon ham kapital kiritadigan holatlarga to'xtalaylikda. O'sha yerda biza nimalarni mana ko'pincha boramizda tadbirkorlar nima qiladi? Mana bo'layotgan bugungi kundagi holatni tushuntiradigan bo'lsak, davlat xizmatlar markaziga boradi. U yerda ustavni tipovoy o'sha namunaviy ustav tasdiqlaydi. Namunaviy ustav tasdiqlagandan keyin uni ichida qoidalar ham judayam sayoz holatda yozilgan bo'ladi. Hattoki mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonundagi hamma tartib qoidalari ham kiritilmagan bo'ladi. Vaholanki mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunda ham amaliyot bilan uyg'unlashmagan, ya'ni hozirgi kundagi amaliyotda kundan kunga munosabat ko'proq shakllanib boryapti va buni hammasini har kuni qonunga yangi o'zgartirish kiritish bilan tartibga solib bo'lmaydi. Va bu shuning uchun ham mas'uliyat cheklangan jamiyat to'g'risidagi qonun bizga shunaqa ustavda yo'l beryaptiki, agarda taraflar o'rtasidagi shartnomada, ustavda va sheriklik shartnomasida o'zga hol ko'zda tutilmagan bo'lsa, deyapti, mana shu qonun qo'llaniladi, deyapti. Ya'ni afzallik huquqi, ya'ni nima deymiz, prioritet huquq bo'yicha, vakolat bo'yicha ustavga berilyapti. Ya'ni ustavda ta'sischilar erkin o'zaro, bu ham bir ikkita tomon o'rtasidagi bitim. Bu bitim misol uchun haligi tomonlar majburiyatini belgilab beryapti, qayoqqa borishimizni belgilab beryapti. Ya'ni tom ma'noda aytadigan bo'lsak, bir sheriklik shartnomasini bitta jihatlari, aksariyat jihatlari ustavda aks etadi. Endi shuning uchun biza sheriklik shartnomasiga mana shu ustav bilan davlat xizmatlar markazidagi berilgan namunaviy ustavdagi qoidalar bilan nima deydi, cheklanib qolmasdan turib, hozirgi amaliyotdagi uchrayotgan muammolarni hammasini bartaraf qiladigan, oldini oladigan bir shartnomalar qilishlikda qaysi jihatlarga e'tibor berishimiz kerak degan bir tabiiy savol tug'iladi va uni oldini ola olamizmi ma'lum bir ma'noda. Nikto не застрахован от неудач deydi, na 100% deydi rus tilida, lekin baribir ham haligi saqlanganini saqlaydi Alloh. Chunki o'zini o'zi ehtiyot qilish kerak. Ikki tomon ham o'rtada haligi nafs masalalar o'ynab ketmasligi uchun men bitta narsani aytmoqchimanki, West India degan kompaniyani ustavi 1700-yillarda yozilgan, yo 1800-yillardamikin yozilgan, varog'i 1700 nechidir varog' ekanda yozilgan ustav, misol uchun. O'ylasangiz, mana qancha yil, agar o'sha 200 qancha yildan oshadigan, 300 yilga kelayotgan bir vaziyatda 300 yil oldin odamlar shu narsalarni hammasini ko'zda tutib, oldindan kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammoni hozirgacha u katta korporatsiya, bugungi kungacha amal qilayotgan katta korporatsiya, shuning uchun ham umri uzoq bo'lgan uni. Chunki hamma qoidalar yozib ketilgan yerda, qanaqa o'ngga yursa nima bo'ladi, chapga yursa nima bo'ladi, ertaga o'lgandan keyin merosxo'rlar biznesga aralasha oladimi yoki bo'lmasam
kimnidir ham tanir bitta ta'sischini o'lgandan keyin xotini kelib uni man shu korxonada ishlashim kerak degan talabni qo'yishi mumkinmi? Misol uchun bunaqa narsa talablar ustavda tartibga solib ketila oladimi, yo'qmi? Shu ungacha bo'lgan hamma haligi qoidalarni biz kiritib ketishlikda erkinmiz. Va shu nuqtai nazardan mani savolim shunaqaki, ta'sis shartnomalarida, ya'niki sheriklik shartnomasini ko'proq nazarda tutyapman. Bu shartnomada qanchalik biz qaysi jihatlariga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni buni bir strukturalashtirib bersangiz, ya'ni mana shu birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim deganga o'xshagan bir struktura holatiga keltirib bersangiz, agar amaliyotingizdan kelib chiqqan holatda ko'proq nimalarga e'tibor berishimiz kerak, qaysi bo'limlarga ko'proq mehr berib o'shani yoritishimiz kerak degan. Xo'p, ta'sis hujjatlari va ustav, korxona ustavida nimalarga e'tibor berish haqida gaplashsak, misollar bilan keltirib berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda sheriklik shartnomasidan boshlaymiz. Sheriklik shartnomasida sheriklar nimadan boshlashi kerak? Birinchi o'rinda faoliyat turi nima ekanligini aniqlab olish kerak. Va bu faoliyat turidan ikkala sherikni ko'zlagan maqsadi bir xilmi yoki ikkalasi ikki xil maqsad ko'zlagan holda bo'lishi mumkin. Kimdir faqat pul uchun biznesni boshlashligi mumkin, kimdir yana boshqa maqsadlari bo'lishi mumkin. Odamlarga yaxshilik qilish, jamiyat yoki davlatni qaysidir darajaga olib chiqish o'sha faoliyat orqali, kimdir faqat pul. Bu holatda o'zi maqsadlarni har xilligi ham sheriklar o'rtasida katta ziddiyatlarga olib kelishi mumkin kelgusida, pul taqsimotida, foyda va zarar masalasida. Shuning uchun taraflarga biz kelgan mijozlarga ham umuman o'zi har qanaqa sheriklik boshlayotgan shaxslarga ham maslahat beramiz. Birinchi o'rinda bu faoliyatdan maqsad nima? O'shani aniq belgilab qat'iy yozib olish kerak. Maqsaddan chetga chiqish, maqsadni o'zgartirish mumkinmi, mumkin emasmi? Faoliyat maqsadini o'zgartirish, faoliyat turini o'zgartirish holati qanaqa bo'lishi mumkin? Umuman faoliyatni aniq qilib olishimiz kerak. Uni qachondir biz faoliyat turini o'zgartiramizmi? Faoliyat turini o'zgartirsak, qanaqa faoliyatlarga o'zgartirishimiz mumkin? Qanaqa faoliyatlar bilan biz umuman shug'ullanmaymiz sherik sifatida? Bu qadriyatlardan kelib chiqishi mumkin, prinsiplardan kelib chiqishi mumkin. O'sha holatni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni faoliyat, uni maqsadi, umuman faoliyat doirasida uni kelgusidagi taqdiri haqini aniq qilish. Ikkinchisi, sheriklarni huquq va majburiyatlarini aniq chegarasi kerak, aniq bo'lishi kerak. Ya'ni qaysi sherik qanaqa huquqlarga ega va qanaqa majburiyatlarni, vazifalarni bajarishi kerak faoliyat davomida. Agar buni bajarsa nima bo'ladi-yu, bajarmasa nima bo'ladi? Loqaydligiga qanaqa javobgarlik bor va o'ziga bog'liq bo'lmagan vaziyatlar, force major tufayli uni bajara olmay qolsa, nima javobgarlik bor? Qanaqa ko'rib chiqiladi? Ikkinchisi, bu ikkinchi masalamiz. Eng muhimi. Ya'ni bunda eng belgilab ketilishi kerak bo'lgan joyi sheriklar o'rtasidagi nizolar qanaqa hal qilinishi. Ya'ni huquq va majburiyatlar bajarilmaganda nizolar qanaqa hal qilinadi va ta'sir doirasi, o'sha chegarasi bo'ladi har bir sherikni. O'sha chegarasiga ikkinchi sherik kirmasligi masalasini ham aniq qilishimiz kerak. Chunki bizda bo'ladi, hamma bir-birini faoliyatiga, bir-birini ishiga aralashgan holda o'rtada nizo kelib chiqishi ko'p bo'ladi. Ya'ni xodimlar uchun bu narsa juda ham cho'pon ko'p bo'lsa qo'y harom bo'ladi deydi-ku, o'shanaqa vaziyatga keltirib chiqaradi. Hamma boshqaruvchi bo'lishni xohlaydi. Kimdir boshqaruvchi bo'lishi kerak, kimdir boshqacha qilishi kerak. Yoki umuman o'zi chegaralarini belgilab olish kerak va bitta sherik chegarasiga ikkinchi sherik kirmasligini ta'minlash juda ham muhim. Ya'ni misol desak, marketingni misol uchun va marketing, ichki boshqaruv misol uchun qaysidir bitta sherik boshqaradigan shunga bo'ladigan ko'rsatmalari uniki afzalroq qabul qilinishi kerak bo'lsa, ya'ni o'zaro muhokama qilish orqali ham buni hal qilish mumkin. Ya'ni u ma'qulladi, ikkita sherik ham bu masalani kimdir taklif kiritdi. Ya'ni uni o'zini mas'ulligi doirasi marketing bo'yicha, savdo bo'yicha. Kimdir ham administratsiyaga yaxshi, ya'ni administrativ funksiyasi yaxshi, kimdir ham salohiyati, unga misol uchun administrativ vazifalar belgilandi. Va u sherik misol uchun to'g'ri bular operatsiyonda ishtirok etishga doir narsani biz sheriklikda yozib ketishimiz ham mumkin, lekin uni alohida mehnat shartnomasi, agar u mehnat faoliyatini yuritadigan bo'lsa, unga yoziladi. Lekin umumiy ustavda ham bu narsalar ya'ni tartibga solinib ketilishi kerak demoqchisiz. Keyingi masala bu yangi sheriklar kirishi yoki sheriklikdan chiqish holatlarini aniq belgilashimiz kerak. Deylik, biz biznes boshlaganmiz va bizni faoliyat turimiz hammaga mos kelavermasligi mumkin. Har qanaqa ko'chadan kelgan odamni olmasligimiz mumkin va qachondir vaqt keldiki, ikkita sherikdan bittasi bo'ldi, bu biznes kerak emas, chiqib ketmoqchiman.
xohlagan odamga sotaman demoqchi. Ya'ni endi qonun bo'yicha ustuvor huquqi bor ikkinchi sherikda, lekin u sotib olishga qurbi yo'q. Hmm. Ololmaydi, lekin buni sotishga bo'lgan huquqini cheklashga haqqi yo'q uni. Sotmoqchi, taklif qildi, olmadi, sotolmadi. Boshqaga, xohlagan uchinchi shaxsga sotish mumkinmi degan savol ochiq qolib ketadi bizni ta'sis hujjatlarimizda. Ana shu holatni ham aniq belgilash kerak. Sotadigan odamning, umuman mana bu korxonaga ta'sischi sifatida kiradigan odamga qo'yiladigan talablarni belgilab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni uni dunyoqarashi, e'tiqodi, uni prinsiplari, uni agar mehnat bilan yoki ilm bilan kirgan bo'lsa, uni salohiyati, ilmi, o'shanga qo'yilgan talablarni belgilashimiz mumkin. Va sherikchilikdan chiqish masalalarini aniq qilib qo'yishimiz kerak. Qaysi holatlarda sherikchilikdan majburiy chiqariladi. Ya'ni u xohlagan ishini qilishi mumkin, lekin qonunchilik baribir sheriklar manfaatini himoya qilishga, tadbirkorlik faoliyatini himoya qilishga harakat qiladi. O'zini javobgarlikka tortilmaganidan ruhlanib, ba'zi sheriklar xohlagan ishini qilishni boshlaydi. O'sha holatda qaysi holatlar ro'y berganda sherikchilikdan majburiy chiqarilish holatlarini aniq ustavda ham, sheriklik shartnomasida ham belgilab ketish judayam muhim narsa. Hmm. Biz o'zimiz uchun buni qonun sifatida korxona uchun, ta'sischilar uchun, sheriklar uchun qonun doirasida, qonun darajasida qat'iy belgilab qo'yishimiz mumkin va bu sudlarda ham, huquqni muhofaza qiluvchi organ butun O'zbekiston hududida amal qiladigan qonun darajasidagi talab bo'ladi sheriklar uchun. Yo'q, usulni haligi bitta misol sifatida bu misol uchun o'sha oddiy namunaviy ustavlarimizda qo'pol ravishda buzish deydi, Shunaqa. to'sqinlik qilish deydi. Korxonani manfaatiga, ya'ni jamiyat manfaatiga to'sqinlik qilishi, uni qanaqadir xatti harakatlari degan jumlalar kiritilganda namunaviy ustavlarda. Endi buni sudlarda ko'pincha mana o'zi misol uchun statistikani umumiy gapiradigan bo'lsak 80-90% chiqarilmaydi. Hmm. Ya'ni uni mulkdor bo'lganligi Himoya uchun uni qiladi. himoya qilish kerak, uni baribir ulushi uni mulki, shuning uchun ham mulkdor u degan ma'noda chiqarilmaydi. Lekin siz aytayotgan hozirgi vazifalarni, o'sha majburiyatlarini bajarmaganligi yoki bo'lmasam loqayd bo'lganligi oqibatida misol uchun biznesga talofat yetayotganlik holatlarini ya'ni birma-bir hammasini agar ustavda ko'rsatsak, ya'ni hozirgi aytgan namunaviy ustavdagi o'sha jamiyatni ravnaqiga to'sqinlik qiluvchi xatti harakatlar sodir qilgan degan umumiy tushunchani ichiga ya'ni o'shani kengroq yoyib, biz o'sha vazifalarni, ma'nolarni bajarmasa, u aniq ta'sischilar safidan ketadi. Unga ulushini haqiqiy qiymati to'lab beriladi va u ketadi degan qoida belgilansa, bu sudda ham misol uchun amaliyot sifatida qo'llanishi mumkin. Mehnat kodeksidan misol keltirmoqchiman shu holatga. Bilamiz, mehnat kodeksida xodimni ishdan bo'shatish uchun, ish beruvchining tashabbusi bilan xodimni ishdan bo'shatish uchun yozilgan asoslar bor. 161-moddasida yozilganki, xodimni bir marta o'z mehnat vazifalarini qo'pol ravishda buzish degan asos bor. Ya'ni xodim o'zini mehnat vazifasini bir marta qo'pol ravishda buzsa, u bilan mehnat shartnomasini bekor qilishi mumkin. Lekin qo'pol ravishda buzish nima ekanligiga mehnat kodeksi javob bermagan. Buni korxonaning ichki hujjatlariga, ya'ni ichki mehnat tartib qoidasida yozilishini havola berib ketgan. Ya'ni har bir ish beruvchi o'zi uchun qo'pol ravishda buzish, qoidani buzish nima ekanligini o'zi belgilaydi. Bizda qonunchiligimizda kim uchundir ish vaqtiga 1 soat kechikib kelish bu qo'pol ravishda bo'lishi mumkin. Kim uchundir 10 kun ish vaqti ishga umuman 10 kun sababsiz kelmaslik qo'pol ravishda bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa sherikchilikda ham bunga ruxsat berilgan. Qonunchilikda umumiy qo'pol ravishda buzish deyilgan, lekin har bir sherik, har bir o'sha sheriklar, ta'sischilar o'zlari uchun qo'pol ravishda buzilishi ekanligini, qo'pol ravishda korxonani faoliyatiga to'sqinlik qilish nima ekanligini o'zlari mustaqil belgilashi mumkin kelishgan holda va bu qonuniy kuchga ega bo'ladi. Faqat buni o'sha hujjatlarda aniq belgilab ko'rsatib ketishimiz kerak. Ya'ni qo'pol deb ketadigan bo'lsak, qo'pol tushunchasiga juda ham kengda. Uni qanaqadir ertaga isbotlab berishimiz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Zo'r. Biznesda ko'proq qadriyatlarga asoslangan holatda biznes qurish odatga kirgan, ancha hozir keng qo'llanilayotgan amaliyot. Qadriyatlarni o'zaro ta'sischilar bir-biriga muvofiq keladigan holati bor. Ba'zi birda jarayonda ketayotganda, misol uchun biznes hamisha ham bir xil to'lqinda yurmaydi. Bu aynan shu so'z bilan to'lqin deydigan bo'lsak, bu iqtisod bu. Ya'ni past bo'lishi mumkin, pasayishi mumkin, yuqorilashi mumkin. Pasayayotgan holatda boshqa bir haligi biznes sohalarini o'zlashtirish yoki bo'lmasam misol uchun deylikki
suv ishlab chiqaradigan tashkilot misol uchun bitta sherikni tashabbusi bilan spirtli ichimlik ishlab chiqarishga yo'naltirsak sohamizni degan taklif bersa, ikkinchi sherikda uni qadriyat nuqtai nazaridan buni qabul qilmaysan misol uchun. Buni qanaqa qilib oldini olib biz ustavda yozishimiz kerakmi yoki bo'lmasam bunga qanaqa qoida qo'llashimiz mumkin? Sheriklik shartnomasida boya aytib o'tgandek, faoliyat maqsadi, faoliyat turi aniq yozib olinadi. Faoliyatni o'zi maqsadi nima? Daromad olishmi, faqat har qanaqa yo'l bilan daromad olishmi yoki halol yo'l bilan daromad olishmi? Halol yo'l deganda sheriklar nimani tushunadi? Hammasi shartnomalarda ustavda aniq olingandan keyin endi bu holatlarni yozish kerak. Agar biznes zararga kirsa, kasodga uchrash, bankrotlik holatiga yaqin holatga kelganda biz sheriklikni to'xtatamizmi yoki boshqa faoliyat turiga o'zgartiramizmi? Boshqa faoliyat turiga o'zgartirsak, biz qaysi faoliyatlar bilan shug'ullanamiz? Yoki undan ham osonrog'i, biz qaysi faoliyat turlariga umuman yaqinlashmaymiz, umuman kirmaymiz degan joyni belgilab qo'ysak, ya'ni qaysi bilan shug'ullanishimizni bir 100 xil yozgandan ko'ra bir 10 xil qaysi bilan shug'ullanmasligimizni yozib qo'ygan osonroq. Undan tashqari qolganlari bilan shug'ullanamiz degan mazmun. Mana shu bir 10 xil faoliyat turini yozib, biz mana shu faoliyatga umuman kirmaymiz. Bundan tashqari har qanaqa faoliyat bilan shug'ullanishimiz mumkin deb yozib ketish mumkin bo'ladi va bu ham majburiy tusga ega bo'ladi har bir taraf uchun. Ya'ni o'sha korxonani ustavida yozilgan bo'lsa, ya'ni bu faoliyatga o'tish mumkin emas bu korxona desa, hech qaysi sherik o'zini tashabbusi bilan, o'zini xohishi, xoh unda 90% ulush bo'lsin, 99% ulushga egalik qilsin va ustavda qat'iy belgilangan bo'lsa, mana bu faoliyatlar bilan korxona shug'ullanmaydi va bu ta'sischilarni bir ovozdan qabul qilingan, ya'ni 100% ovoz bilan qabul qilinishi kerak faoliyat turi o'zgarishi degan shart bilan kiritib ketadigan bo'lsak, bitta ta'sischini tashabbusi bilan biz taqiqlangan faoliyat turiga kirib ketishimiz cheklanadi. Mana moliyalashtirish degan narsa borda. Biznesda misol uchun moliyaga ehtiyoj hamisha kuchli. Pul jalb qilish kerak bo'ladi. Misol uchun o'sha pul jalb qiladigan paytingizda pulni qaysi pulni olishimiz mumkin, qaysi pul olishimiz mumkin emas. Moliyalashtirish vositasi sifatida har xil unvonlar bor. Misol uchun kredit bor yoki bo'lmasam qaysidir investor o'zini faoliyatidagi pulni misol uchun kiritmoqchi. Va bu holatda narigi ikkinchi bitta ta'sischi, ikkita ta'sischi o'rtasida ziddiyat kelib chiqishi mumkin. Hozir o'sha jalb qilsak bo'ladi buni. Hozir vaziyatimiz og'ir. O'shani olib biz hozir shakllantirib olsak ishimizni qaytaramiz degan mazmunda yoki bo'lmasam kredit olsa misol uchun foizli kimdirga ma'qul kelmasligi mumkin, kimdirga ma'qul kelishi mumkin. Mana shu masalalardachi buni bu yaqinda amaliyotimizda ham bo'ldi bu narsa. Ikkita sherik shu sabab tufayli sherikchiligi buzilish arafasida turgan holatda turibdi mijozlarimiz. Ya'ni bittasi o'sha sal og'ir moliyaviy sharoit tufayli kredit olish bo'yicha ishlab turibdi. Tarafdori to'liq hamma hujjatlarni tayyorlagan, kredit tayyor, chiqishga tayyor turibdi. Ikkinchilik bunga rozi emas, chunki u islomiy qadriya, o'sha diniy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda bu ribo hisoblanadi. Faoliyatimga ribo aralashtirmayman, topayotgan daromaddan bola chaqamga yedirayotgan pulimda sudxo'rlik, ribo, harom element bo'lishi kerak emas deb turgan qattiq. Va ikki tarafdan qaraydigan bo'lsak, birinchisidan diniy qadriyati bu hech qanaqa bir nima deydi, bahonalarga ko'nadigan qadriyat hisoblanmaydi. Oxirigacha turibdi. Ikkinchisi buni tushunmayapti. Nima yomon tarafi bor? Bu qonun bilan taqiqlanmagan. Nima zarar bizga agar shuni oladigan bo'lsak yoki kim bizga pul beradi hozir degan nuqtada ziddiyat kuchli. Bu narsani moliyalashtirish manbalarini agar boshida kelishib qo'yadigan bo'lsak, biz qaysi pullardan bu biznesni moliyalashtirishimiz mumkin? Kredit olishimiz mumkinmi, mumkin emasmi? Ya'ni taraflar o'rtasida bu ko'proq ustavdan ko'ra sheriklik shartnomasida yozish to'g'riroq bo'ladi bu masalani. Agar kredit oladigan bo'lsak, nima bo'ladi-yu? Kredit olish taqiqlangan holatda kredit olishga harakatlar yoki kredit olinsa javobgarligi qanaqa? O'shani belgilab qo'yish. Lekin bu juda ham qiyinroq masala qonunchilikda, chunki O'zbekiston qonunchiligi kredit olish taqiqlamaydi. Bu qonuniy amaliyot. Buni sheriklik shartnomasida taqiqlaganimiz bizga qanchalik effekt beradi deganda, bunda ham ziddiyat kelib chiqishi mumkin. Nimaga bitta sherikni qadriyati tufayli ikkinchi sherik unga bo'ysunishi kerak degan masala bu keyinchalik uyg'onadi, qachonki biz boshida kelishib qo'ymagan bo'lsak. Boshida kelishadigan bo'lsak, o'sha joyni, o'sha bo'ldi kredit olinmaydi bu faoliyatga va ikkala taraf ham rozi bo'lsa, ya'ni kimdir aytishi mumkin, bu uni huquqi. U huquqidan foydalanib kredit olish mumkin. Yo'q, uni huquqi bo'lmaydi, chunki uni huquqi majburiyati bilan cheklanadi o'sha joyda.
majburiyati bilan cheklangan joyida uni huquqlari amal qilish to'xtaydi. Majburiyatini bajarish kerak bo'ladi. Majburiyatini bajarish o'sha moliyalashtirishni ikkita sherik o'zi tanlagan, ma'qul topgan manbalardangina foydalanish majburiyati bor. Hop, mana misol uchun buni bir mexanizmi sifatida biza ustavda muayyan miqdordagi pul yoki tashqaridan pul vositalarini qabul qilishga umumiy qoida sifatida ta'sischilarni bir ovozdan qabul qilinadigan qarori talab qilinadi degan qoidani ustavga kiritsak bu amal qiladimi bu ustavda? Albatta. Ya'ni men aytmoqchimanki, misol uchun kimdir ham misol uchun bir tarafda ta'sischi o'sha kredit olmoqchi bo'lyapti vaziyatda, ikkinchi taraf misol uchun unga qarshi. Bu holatda ustavga ko'ra moliyalashtirish vositalarini qabul qilish har qanday summadagi tashqaridan, ya'ni bank yoki boshqa bilan kiritib ketishingiz mumkin. Bu holatda ta'sis hujjatlarida o'sha ustavda yozilgan umumiy bir ovozdan qabul qilingan qaror talab qilinadi deydi va umumiy yig'ilish chaqirilishi kerak bo'ladi. Ya'ni bank ham buning uchun baribir ham agar ta'sischi direktorga vazifa bersa ham baribir ham bank ustavni o'qigandan keyin ustavingizga ko'ra sizda qaror kerak bo'lar ekan bizga deydi. Bunaqa holatda qanaqa ishlaydi ya'ni mexanizm? Bank aytadi, shu talabni qo'yadi. O'zi bank shundoq ham o'zi anaqa protokol so'raydi ta'sischilardan. Ta'sischilar protokolda bitta odam imzo qo'ymaydi. Bunga rozi emasman deydi, u imzo qo'ymaydi. Va bu ovoz bir ovozdan, ya'ni uni ovozlar sonini 60 ga 40 yoki 70 ga 80, 99 ga 1 bo'lgan taqdirda ham bir ovozdan bo'ladi deyishga, bir ovoz ham 1% ham ta'sir qiladi bu holatda. Va bu orqali ta'sischi, ya'ni o'sha qadriyati asosida biznes qilishni ko'zlagan ta'sischi o'zini himoya qilishi mumkin. Ya'ni bu mexanizm sifatida buni joriy qilsak bo'ladi demak. Albatta. Ya'ni ustavda biz kiritib qo'yishimiz mumkin. Qaysi ovozlar ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadi, ya'ni 51% va umuman o'zi ko'pchilik ovoz bilan. Qaysi holatlar bir ovoz bilan, ya'ni 100% ovoz berilishini qat'iy belgilab qo'yishimiz mumkin. Zo'r. Endi mana shu o'rinda mana direktorga vazifa berilayotgan holatda bir haligi misol sifatida oladigan bo'lsak, misol uchun korxonani mulkini garovga qo'yish masalasida yoki bo'lmasam korxonani nomiga kredit olish masalasida rahbar misol uchun kredit olib o'ziga tam bo'lgan korxonalarga pulni chiqarib yuborib o'tkazib yuborishligi yoki bo'lmasam mana shunga o'xshash holatlarda direktorga javobgarlikni, ya'ni cheklash, ya'ni vakolatini cheklash, javobgarlik qo'yish qanaqadir mexanizmlarini qanaqa yoritsak bo'ladi ustavda? Xo'p, maslahat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunimizda yozilganki, yirik bitim degan tushuncha bor. Korxona uchun yirik bitim degan bitimlar turi bor. Bu qanaqa? Qonunda umumiy berilgan mazmun bor. Qachonki bitimni qiymati ustav fondining 25% bilan miqdoridan oshiqroq bitimda yirik bitim hisoblanadi deyilgan. Bu ham tafsiriy xarakterga ega bo'lgan talab deb hisoblaymiz. Chunki yirik bitim nima ekanligini, yirik bitimning qiymatini har bir tashkilot o'zi belgilashi mumkin. Kim uchundir yirik bitim ustav fondining 100% qiymatida bo'lishi mumkin. Kim uchundir 10% qiymatida belgilab qo'yishga ham qonunchilik cheklov qo'ymagan. Yirik bitim deganda qonun nimaga urg'u bergan? Qonun o'zini asosiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan bitimlar doirasida degan. Ya'ni direktorda bu joyda vakolat bor. Yirik bitimda o'zi boshdan tushuntirib o'tadigan bo'lsak, yirik bitim bo'lishlik uchun direktor, korxona rahbari ta'sischilar umumiy yig'ilishini roziligini olgan holdagina bunaqa bitimlarni imzolashga haqqi bor qonunchilik doirasida. Va har bir tashkilot o'zini yirik bitim chegarasini belgilashi mumkin, qiymatini. Bu ta'sischilar umumiy yig'ilishi roziligini olmasdan tuzilgan bitimlar, yirik bitim sirasiga kiradigan bitimlar sud tomonidan haqiqiy qiymatda topilishi mumkin. Lekin qonunchilik yozib qo'yganki, bu bizda korxonaning asosiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan yo'nalishdagi bitimdagi degan. Ya'ni korxonaning asosiy faoliyati deylik mahsulot ishlab chiqarish, lekin u qarz berish shartnomasi bo'yicha yirik bitim imzoladi. Mana shu holatdagina yirik bitim hisoblanishi mumkin. Lekin o'zining mahsulot to'g'ridan to'g'ri o'zining faoliyati bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishga xohlasa milliardga tuzadigan bo'lsa ham bu yirik bitim deb hisoblanmasligi mumkin qonunchilik nuqtai nazaridan. Ya'ni ta'sischilar umumiy yig'ilishi roziligi olinmasligi mumkin. Biz bu narsani cheklash maqsadida, agar maqsadimiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, korxona tomonidan, korxona rahbari tomonidan imzolanadigan shartnomalarning qiymatiga cheklov qo'yishimiz mumkin.
$200,000, $100,000, $50,000 yoki $10,000 $10,000 bo'lgan shartnomalarni bemalol o'zi imzolashi mumkin. Bu korxona faoliyatiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladimi yoki asosiy faoliyat turidan boshqa faoliyatga yo'naltirilgan bitim bo'ladimi, farqi yo'q degan qat'iy cheklovni belgilab qo'yganimizda korxona rahbari o'sha o'ziga qo'yilgan limitdan, belgilangan chegaradan yuqoridagi qiymatdagi bitimlarni imzolashga haqqi bo'lmaydi. Agar o'shanaqa bitim imzolaydigan bo'lsa nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Ta'sischilar yig'ilgan holda uni sud orqali bu shartnomani haqiqiy emas deb topiladi va har bir holat o'sha to'langan pullar qaytarilishi mumkin yoki majburiyatlar bajarilgan bo'lsa hammasi ortga qaytishi shart bo'ladi. Agar zarar yetkazilgan bo'lsa, rahbarni o'sha harakatlari orqali, noqonuniy harakatlar orqali zarar yetkazilgan bo'lsa, rahbar bu zararni qoplab berishi shart bo'ladi. Boshqa turlaridan nima qolmadimi haligi struktura bo'yicha? Yo'q, bor yana bu eng asosiysi hozir O'zbekistonda juda ham og'riqli bo'lib turgan bu meros masalasi. Meros sheriklardan kimdir biri vafot etganda qonunchilik bo'yicha uni ulushi ham mulk sifatida merosxo'rlarga o'tadi. Bu holatda qolgan sheriklarga umuman faoliyatga zarar yetishi mumkin, chunki umuman biznesga aloqasi bo'lmagan, bu faoliyatni tushunmaydigan bitta yoki deylik 10 tagacha odam birdaniga bir vaqtda ta'sischilar safiga kirib qolishi mumkin. Buni hech kim xohlamaydi. Lekin sherik ham o'sha vafot etgan sherik ham xohlagan bo'lardiki, uni shuncha yillik qilgan mehnati uni bolalariga, oilasiga qolishini xohlaydi. Lekin boshqa sheriklar o'sha yurib turgan biznesga begonalarni kiritishni xohlamaydi. Bu holat qanaqa hal qilinishini ham boshida o'sha sherikchilik boshida belgilab qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni Ustav fondidagi baribir meros o'tadi, meros huquqini cheklash imkoni yo'q, meros o'tadi. Lekin merosni qanaqa shaklda o'tkazib berish masalalarini, ya'ni korxonani ayni damdagi o'sha holat meros bitta yoki deylik 10 tagacha odam birdaniga bir vaqtda ta'sischilar safiga kirib qolishi mumkin. Buni hech kim xohlamaydi. Lekin sherik ham o'sha vafot etgan sherik ham xohlagan bo'lardiki, uni shuncha yillik qilgan mehnati uni bolalariga, oilasiga qolishini xohlaydi. Lekin boshqa sheriklar o'sha yurib turgan biznesga begonalarni kiritishni xohlamaydi. Bu holat qanaqa hal qilinishini ham boshida o'sha sherikchilik boshida belgilab qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni Ustav fondidagi baribir meros o'tadi, meros huquqini cheklash imkoni yo'q, meros o'tadi. Lekin merosni qanaqa shaklda o'tkazib berish masalalarini, ya'ni korxonani ayni damdagi o'sha holat meros huquqi ochilgan kundagi qiymati doirasida qanchadir ulushini chiqarib beriladimi yoki boshqacha shartlarda sheriklik shartnomasida Ustavda kelishilgan holda o'sha meros masalasini aniq qilib ketish tavsiya qilamiz. Va oxirgi nimasi bu sheriklarni layoqatsiz holatga kelishi. Ya'ni huquq layoqati, muomala layoqatidan chiqishi, o'zini harakatlariga javob bera olmay qolishi, aqldan ozib qolishi mumkin yoki sog'lig'i ko'tarmasligi mumkin. Narkoman bo'lib qolsa yoki dindan chiqib ketadi kimdir, ular bizda masalalar bo'ladi, uni xohlamaysizda qolgan sheriklar, kimdir ichkilikka ketishi mumkin, kimdir umuman sog'lig'i bu biznesni yuritishga yo'l qo'ymaydigan ahvolga kelishi mumkin. O'sha holatlarda ham qanaqa yo'l tutish kerakligini aniq belgilab ketish kerak. Ya'ni ruhiy kasallik bo'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa aqli zaiflashi yoki boshqa holatlar. Asosiy masalalar shular. Mana shu ikkita oxirgi bergan masala bo'yicha, ya'ni meros masalasida boshqa odamga, merosxo'rga o'tdi ulush, uni holati bir. Ikkinchi holatda o'sha layoqatini yo'qotgan holatdagi shaxs, ta'sischini holati. Bularni ta'sischilar yig'ilishida ovoz berish huquqini cheklash mumkinmi qonunchilik bo'yicha? Ya'niki daromaddan oladi, ya'ni dividend oladi, ulushi bor, mulkiy huquqida hech qanaqangi muammo yo'q. Faqat ovoz berish huquqi, misol uchun mana biza Dubay kompaniyasida ta'sischilar o'rtasidagi sheriklik shartnomasida ishtirok etganmiz. Ya'ni bu Birlashgan Arab Amirliklari qonunchiligi bo'yicha bu narsa tuzildi va bunda ularning qonunchiligi bo'yicha ovoz berish huquqi bilan va ovoz berish huquqisiz. Ya'ni xuddiki aksiyadorlik jamiyatlaridagi bizada O'zbekistondagi reglamentatsiya qilingan holatda misol uchun bor narsa.
Biza endi mas'uliyat cheklangan jamiyatlarda ko'proq biza faoliyati shu bilan bog'liq. Shunaqa shaklda bajarib yurishadi. Bunaqa mas'uliyat cheklangan jamiyatlarida o'sha keyingi o'tadigan merosxo'r misol uchun biznes tushunmasligi mumkin, umuman tushunmasligi mumkin. Biznesga aloqasi yo'q, misol uchun tushunmaydi. Lekin o'sha o'lgan, o'sha meros qoldirgan odamni xohishi shunaqa bo'lganki, meros qolgan odam o'zi ulushida qoladi. Ya'ni u ulushini to'lab berib chiqarib yuborishligiga rozi bo'lmaganda. Va doimiy ravishda shuni kapital sifatida ko'rganman. Bu bolamga o'sha ta'minot bo'ladi bu degan ma'noda ko'rgan. Bunaqa holatda bular misol uchun ovoz berishi masalasida har xil haligi vaziyatlar bo'lishi mumkin. Noto'g'ri ovoz berishi mumkin yoki nimanidir ta'sirida qilishi mumkin. Balki ziddiyatlar kelib chiqqan holatda bir-birini ko'ndiradilar. Misol uchun ta'sirlar. Ularda ham misol uchun podkup deymizmi, misol uchun qanaqadir mablag' evaziga gaplashishmi. Uning uchun korxonada bu darajada qadrli bo'lmasligi mumkin. Ya'niki uni kelajagi va boshqa. Va biznesga ham tushunchasi yo'q. U odamni o'sha biznesga oid bo'lgan o'sha huquqi, ya'ni layoqati cheklangan odamni ovoz berish huquqi. Buni to'g'ri vasiy homiy tayinlanib, u odamning nomidan ovoz beriladi. Bunda muammo yo'q, lekin bular o'sha keyingi kelgan o'sha vasiy homiy yoki bo'lmasa merosxo'rni ovoz berishini huquqini cheklovchi mexanizm bormi yoki bo'lmasa uni bir qonunchilikda to'g'ridan to'g'ri reglamentatsiyasi bo'yicha huquqi vakolati mulkiy huquq bilan ovoz berish huquqi tasarrufiga oid bo'lganligi boisidan ular ajralmas huquq sanalib umuman shu munosabat bilan tartibga soladigan qonunlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, uni ovoz berish huquqini biz cheklaymiz. Ayni damda qonunchiligimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Aynan bu faqat mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi talab. Uni ovoz berish huquqini cheklash imkoniyati yo'q. Ya'ni ustav fondiga kirgan, ta'sischi sifatida kirgan har qanaqa odam o'zini ulushi doirasida ovoz huquqiga ega bo'ladi. Biza shu jihat endi misol uchun cheklov sifatida bo'lishi mumkinda tadbirkorlar tomonidan. Kimgadir bu adolatli bo'ladi. Adolat nisbiy tushuncha. Chunki ayni bir holatda ikki xil odam ikki xil narsani adolatli. Bunaqa holatda biz umumiy yig'ilishda qaror qabul qilish tartibi bor. 30-modda mas'uliyat cheklangan jamiyatda mutlaq vakolatlari bor. Keyin undan keyingi moddalarda uni ovozlar proporsiyasi, qanaqa kimni ovozi ko'proq ovoz bilan qabul qilinishligi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadi, bir ovozdan qabul qilinadi, 3dan 2 qismi bilan qabul qilinadi degan qoidalar bor. Mana shu qoidalar bilan birga o'sha tartibga solganimizda agar merosga o'tgan, transmissiya bo'lgan yoki bo'lmasam muomalaga layoqati cheklangan bo'lgan yoki layoqasiz deb topilgan odamni keyingi vasiy tomonidan beradigan ovoziga nisbatan tartibimiz oldindan o'sha ovoz berish huquqidagi mutanosiblikni o'zgartirgan holatdagi qoida belgilab keta olamizmi? Ovozi o'zi shaxsan qatnashadigan bo'lsa, ovozi teng ovoz sifatida qabul qilinadi. Ya'niki o'rtada ta'sischilar bir ovozdan qabul qilinadi. Undan keyingi keladigan merosxo'rga yoki boshqa nisbatan bo'ladigan ovoz o'zgargan holatda, ya'ni vaziyat merosxo'r bo'lgan holatda bularga nisbatan 3dan 2 qismdagi ovoz joriy qilinadi degan o'zgarishlarni agar ta'sischi hayotli paytda muomalaga layoqati bor holatda o'zi shunga rozi bo'lgan buni shunaqa holatda o'zgartirish mumkinmi? Yo'q, baribir ovozlar qiymati, ovozlar nisbati uni ustav fondidagi ulushi bilan teng qoladi. Qonunchilik qat'iy talab qo'ygan bunga. Biz uni ovozini qiymatini kamaytira olmaymiz, lekin ovoz beradigan masalalar bo'yicha ovoz berishimizni proporsiyalarini o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Proporsiya mutanosiblik haqida proporsiyalarda keyingi avlodga o'tadigan holatda proporsiyalar bu masalalar bo'yicha bunaqa bo'ladi. 3dan 2 yoki bir ovozdan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadigan holat. Albatta. Deb o'zgartirib Shunaqa, albatta. Bugungi kunda deylik, 3ta sherigimiz desak, bu masala bo'yicha ovoz ko'pchilik
nima bilan qabul qilinadi yoki bu mumkin. Deylik, 3 ta sherik, 3 ta ta'sischi bugungi kunda ma'lum bir masala doirasida bir ovozdan, ya'ni 100% ovoz bilan qabul qilishimiz kerak. Faqat shundagina bu masalada qaror qabul qilinadi. Lekin qaysidir bir sherik vafot etsa yoki muomala layoqatini yo'qotadigan holatda uni o'rniga vasiy yoki merosxo'r kiradigan bo'lsa, bu ovoz berish jarayoni shu masala doirasida ko'pchilik ovoz bilan yoki ovozlarni nisbati doirasida 3/1, 3/2 qismi doirasida o'zgartiriladi deb o'z tartib belgilab ketsak, bu qonuniy kuchga ega bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, biza bugungi podkastimiz orqali imkon qadar amaliyotimizga yarashgan keyslar bilan, holatlar bilan, yechimlari, muammolar bilan bu qilib bugun gaplashishga ham tayyormiz. Rahmat, biz bilan birga bo'linglar. Rahmat.